Assalomu alaykum azizlar. Xudo xolasa turetskiy fasonimiz o'zimizni Qo'qon shahriga chiqib ketyapti. Ko'rishingiz mumkin. O'ta sifatlari ham bejirim holatda. Shkafi, lulkasi, tumbichkasi bo'ladi. Tagida katta kravat. Ikkovini pastga olganda katta kravat bo'ladi. Tagida ikkita tortmasi bor. Lulkasi tebranadi. Hozir kirishlangan holatda turibdi, mahkam bo'lib. Tebranadi bu. Shkafi 1.25 bo'ladi. Balandligi 1.90. Bitta qanotida 3 ta polkasi bor. Bitta qanotida 2 ta beshelkasi bor. Tagida patenga qo'yadigani bo'ladi. 2 ta tortmasi. Tumbichkasida 3 ta tortma bo'ladi. Bu seri rangi. 5 xil rangi bor. Seri, yashil kombinatsiya bo'lgani, seri kombinatsiya bo'lgani oq bo'ladi. Maloshniy bo'ladi. 3 kombinatsiya bo'lgani bor oqda. Kimga kerak bo'lsa pastki nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. Hammalaringiz salomat bo'ling.